Assalomu alaykum, hurmatli Xislat TV kanalining obunachilari, sog' omonmisizlar? Charchamasdan, zerikmasdan yuribsizlarmi? Bugun bizda yangilik, xudo xolasa yangi obyektimizda yangi formamizni tugatganmiz. Mana shuni bugun chiroyli qilib obzorini qilib beraman, bir ko'ringlar. Hozir laykni bosib qo'yinglar, chunki ko'rinib turibdi o'zi nima chiqqani orqada. O'zi ko'rganlaringizga yoqdi menimcha. Faqat oxirida keyin kommentda oxirida yozib qo'yasizlar. Bir boshdan sizlarga obzorini qilib beraman. Xonamizning razmeri 10.50 ga 630 bo'lgan, yine 630, uzunligi 10.50, o'rtasida regl bo'lgani uchun o'rtasini 2 ga bo'lib ishlab berganmiz. Akamiz yangi forma qilib berganlar, zo'r bo'lsin, bitta bo'lsin deganlar uchun chiroyli qilib berganmiz. Videoni uzmasdan, montaj qilmasdan olishga harakat qilyapman. Ko'pchilik shubha qilyapti bir xil joylariga, shuning uchun uzmasdan tiniq qilib beraman bugun. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda hammasi matovidan ishlangan, oq matoviy, ptichi glas matovidan ishlangan. Hamma gullarini tagi o'ristikli podsvetka bo'lyapti. Hammasi yonadigan qilib berganmiz. Akam zo'r bo'lsin deganlar uchun zo'r qilishga harakat qildik, xudo xolasa. Bu forma hali bo'lmagan. Kimdir yana afterskim, mana afterskim deb chiqmasin, chunki ko'plar chiqyapti demang, afterskim deb. Birinchisi bu hali. Xudo xolasa bundan keyin, xudo xolasa mayli, kim qilsa qilsin, shu formani kim o'xshatsa o'xshatsin, biz hech narsa demaymiz, faqat bizga gapirishmasa bo'ldi. Yaqinroqdan ko'rsataman hozir hammasini sizlarga. Mana bunaqa o'rtalariga rega ishlaganmiz, boshqa rangdan ishlab berganmiz MDFda. Karniz qo'ymadik, chunki mana bu tomonlarga karnizimiz sig'madi. Akfa derazalarimiz bor tomonga karniz sig'magani uchun bu tomoniga ham xuddi mana shunaqa qilib malladan karniz ishlab berganmiz. Yaxshi ko'rinmayapti, kech bo'lib qoldi anchagina o'rtalariga ham. Xullas, formaga qaytamiz. Formamiz, hovuzlarimiz akfani sig'magani hisobiga sal kam tushgan. Mana bu yerlari mana o'ristikloni 3 sm, tepasi 4 sm tushgan. Mana bu yer faqat 6 sm tushira oldik. O'ristikloni ichidagi joyini hisobiga. Chuqurroq tushsa ham chiroyli bo'lardi. Tumbalarimiz bor edi. Avvalgi hollarini videosini qo'yib qo'yaman. Avvalgi holda bular pishig'ish bilan terilgan edi. Biz buni chiroyli qilib yechim qilib berdik. Akfani o'zining rangiga moslab ko'rishingiz mumkin. Yaxshilab apshifkalar qilib berganmiz. O'rtaga tumbani ham shunaqa rangda qildik, karnizlarni davom ettirdik shunaqa rangda, hammasi mana shunaqa bir xil rangda chiqqan. Endi videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim, u oldindan qaraganda juda ham boshqacha narsa bu. Xo'p, narxini ko'pchilik so'raydi. Narxini doim ham bir xil qilib aytib o'tolmaymiz, chunki har doim narx o'zgaryapti. Bu yerdagi patologimiz 1 kvadrati 560 ming, 570 ming atrofida tushgan. Tumbalarimiz alohida summa hisoblanadi. Katta kichikligiga qarab 150 ming so'mdan 250 ming, 280 minggacha aylanib ketishi mumkin. Katta kichikligi ketadigan rasxoti, ichi utilitel bo'ladimi, bo'lmaydimi, shularga qarab har xil narx chiqishi mumkin. Buni Instagram kanalimizda qisqa ish jarayonlarini qo'yib olganmiz, YouTube'da short qilib qo'yib olganmiz, hammasini harakat qilganmiz. Qo'yib olishga ko'rganlar bordir, ko'rganlar bo'lsa ko'rganmiz deb yozib qo'yinglar. Pastda Instagram kanalimizning silkasini ham qoldiraman, o't olinglar. U yerda ham qisqa videolarda yaxshi ish jarayonlarini qo'yib boryapmiz. Kursiyada bo'ladi. Imенно mana shu patologik ishlash jarayonlari to'liq qo'yilgan, hammasi. Nima bo'lgan, qayerda qanaqa bo'lgan, hammasini qo'yib borganmiz. Bu qilgan manzilimiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tuman Chorshanba shaharchasiga bo'lgan. Xo'p, joyda razmerini aytdim, hammasini aytdim. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta pastdagi nomerga murojaat qilsanglar bo'ladi. Doim xizmatdamiz. Keyingi zakasimiz ham xudo xolasa katta ehtimol bilan shu forma bo'lyapti. Kattaroq joyga mana shu forma bo'lyapti. Ko'rmaganlar bo'lsa Instagramga o'tinglar. Uni ham o'sha kim qayerdan so'rasa o'sha joydan video qilib Instagramga ham qo'yib boramiz, YouTube'ga short qilib ham qo'yib boramiz. Endi YouTube'ga katta video qila olmayapmiz, chunki o'zim doim ishlayman, vaqt bo'lmayapti. Shuning uchun qo'ya olmayapmiz. Lekin albatta oxirida obzor qilib berishga harakat qilaman har bitta ishimizda. Anchadan beri video qo'ymagan edik. Ishlarimiz narxlari bilan ko'pchilik so'rovdi. Harakat qildik. Obzor yoqqan bo'lsa albatta like bosib, podpiska qilib, bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, o'sha likelardan ilhomlanib, xudo xolasa yana yaxshi videolar qilishga harakat qilaman. Galagellarni qo'yib berganmiz. O'rtada oddiy oq yonadiganni qo'ydik, chunki yoniga o'ristiklar ko'pligi uchun bir-biriga ta'sir qilmasin dedik. Lekin mana bu chuqurchalarga xrustalni qo'ydik. Mana bunaqa chiroyli bo'lib, yonlariga chizig'i bo'lib nur tushib turadi. Bu o'sha kubikchalarning ichiga chiroyli ko'rinadi. Mana bu yerga unchalik yaxshi ko'rinmaydi, nur yoyilib ketib qoladi. Bu yerga chiroyli ko'rinadi. Bu narxning ichiga bizga hamma narsasi kirgan. Galageni, kabel, gofra, mix, samarez, texnika xarajatlari bo'lsin, boshqa narsasi bo'lsin, hammasi shuni ichiga kiradi. Sizdan faqat lisa bo'ladi.
ustani choynoni bo'ladi. Qolgan hech narsa sizdan talab qilinmaydi. Hamma materialni yetmasa o'zimizni bo'ynimizga, ortib qolsa ham o'zimiz hal qiladigan masala bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Pastdagi nomerlarga albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada yoqdimi, yoqmadimi deb aytib qo'yinglar. Usta tanishinglarga jo'natib qo'ysanglar, kimlargadir manfaatli bo'ladi. Sog' bo'linglar.